3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 40. bab. Chang'anning qalaymiqonlashishi va sov qo'shinlarining qirg'in qilib kelishi. Agar nuqul holdagi lashkariy kuch va jangovarlik jihatdan hisoblaganda, Go'si hargizmo Li Juega raqib bo'la olmaydi. Li Bu Dongzhouga qo'shilishdan burun Li Juening Dongzhouning qo'l ostidagi birinchi shirmat sardor deb nomi bor bo'lib, Shiliangda nihoyatda mashhur edi. Yana kelib, Li Juening qo'l ostida yana 3000 kishilik uchar eyiq qo'shini bo'lib, bu Dongzhouning Kozur qo'shini edi. Dongzhouning asalli Loyangga kirib, ayni chog'da jahonga patmay qolgan Ding Yuan bilan o'zangi so'qishtira olishimi dal mushu 3000 kishilik uchar eyiq qo'shinining bo'lganligidan edi. Dongzhou o'lgandan keyin uning lashkarlarini 5 odam bo'lishib olgan edi. Ular Li Bu, Li Jue, Go'si, Pan Chou va Zhang Ji edi. Go'sining Li Juega put etishimi dal Pan Chou'ni o'zining jang harbisiga chiqarib olganligidan bo'lib, Zhang Ji bo'lsa Jia Shu bilan uzun aralashganligi uchun qandoq o'zining jinini saqlashni o'ylaydigan betaraflardan edi. Bu necha kundan beri Li Jue, Go'si va Pan Chou'lar o'zaro urush qilib, jang hech kunduz to'xtamay, Chang'an baliqda qonlar daryo bo'lib etib, hamma yerni jasad qoplab ketgan edi. Qovuqqa o'tkazsa, ko'ldagi beliq o'libdi degandek, oz bo'lmagan fuqarolarmi urush qalaymiqonchiligida nohaq o'lib ketgachga, son-sanoqsiz kishilar amalsizlikdan qechib ketishdi. Hatto o'rda ichidagi heliqi 14 yoshlik o'smir Xoqonmi qo'rqqanidan dir-dir titirganicha kun o'tkazib o'tadi. Tag'a, Zilongdan kelgan xabarga asoslanganda, ular bugun kun tiklashganda Chang'anga yetib keldi-kan. Vaqti kelganda eg'ir ko'may, qo'shin boshlab kun chiqish quvuqqa berib oldiga chiqsangiz, paqir tush mahalda odam boshlab Xoqonni ep qo'chay. Vaqti kelganda Veyang ko'chasida uchrashayli. Yangilik xabar topshirib olgan Zhang Shu Zhang Ji bilan maslahatlashib o'tadi. Bu necha kundan beri Chang'an baliqning ichini ohu faryod qoplab ketgachga, Zhang Jining buningga chidag'uvchiligi qolmagan edi. Sovning tushdan keyin bostirib keladiganligini anglab, hayajonlanib o'rnidan dast turganicha salmoqlik bilan dedi. Yo'vey, sen xotirjam berib qilaver. Men plan bo'yicha Savsanning oldiga chiqaman. O'rdining ishlari murakkab, ehtiyot bilan ish qil. Tag'a, ansirmang. Undaqda biz bo'linib ish qilayli. Ikkaylan o'zlarining lashkarlarini editlab, vazifa taqsim qilishdi. Baxtga yarasha hamma ish o'ngishli bo'ldi. Tush bo'lishi bilanla kun chiqish qovuqda saqlab turgan Zhang Ji yiroqdilla lapildab turgan sovuq xatlik alamni ko'rdi. Menda birodar, Loyangda ayrilgan peti 4 yildan buyon ko'rishamedik. Vaqt otgan o'q degan ras gapgan. Yiroqdilla salom berib kelayotgan Zhang Ji'ni ko'rib, usti beshini to'pchang bosgan sov otdan sakrab tushib, Zhang Ji'ning qo'lini tutib, hayajonlangan holda shundoq dedi. Junye, her halde tinch aman kella. Qadinisin bilan oxiri ko'rishdim. Pekir kechikib qolmaganda ben ha? Baliqning ichidagi pilonlar o'ngishliq bo'ldimi? Da, xotirjam bo'lsalar. Bu necha kundan beri Li Jue bilan Go'si degan o'g'rilar o'zaro urush qilib, boshqa ishlar qarg'idak haplisi yo'q. Hozir Yo'y o'rdaga kirib oliylarini qutqizib bo'ldi. Biz darhol Veyang ko'chasiga boraylik. Ular balkim shu yerda saqlayotgan bo'lishi mumkin. Balli. Sarkardilar qo'shinlarni boshlab, tezdan baliq kiraydi. Yo'lda herib echib ketganiga qaramay, Sovning birli bo'yliqi bilan hammaylan Zhang Ji'ga agishib, baliqqa qarab etildi. Sovning oldingi qidim Chang'anga kelishi 6 yil burungi ish edi. U chaqda Chang'an Loyangdak obod bo'lmasimi, lekin yanada shundoq haybatli edi. Endilikda bo'lsa, baliqning hamma yerini suhtak va qirchab sadolari qoplagan bo'lib, oxir faryod ovozlari ko'tarilib turadi.
Yo'l bo'yi Lijo va Gosularning lashkarlari uchragan bo'lsa-mu, lekin hammasi yo'l ichib mangan Dianwei, Shichu va Joylar tarafidan bir-birlab qirib tashlandi. Ve yan ko'chasiga kelganda bir necha qochoq lashkarlarning jasadi va fuqarolarning o't kuyayotgan uylardan boshqa birmi odam yo'q edi. Çatak oldu. Oradaki işten çatak çıkma okşaydı. Mında biz derhal orada baraylı. deb tovladi Jangji aloqzodalik bilan. Lekin Sov yanada temkinlik bilan turdi. Uning chiroyida hech qanday qo'rqinch alomati yo'q bo'lib, sal turib olgandan keyin kallasiga amal keldi. Ordaga hammamiz kirsak bo'lmaydi. Ve yan ko'chasi kun chiqish qovoqning bo'g'izi. Agar hammamiz ordaga kirib ketganda, ular kun chiqish qovoqni egallab olsa, bunchalik lashkar bilan bosib chiqmag'imiz tas. Zisheng, Chongkang, Zulong, kuchinglar Gen bargohidagilarni boshlab, men va Junyi bilan ordadagilarning oldiga chiqinglar. Qolganlar ve yan ko'chisini obdan qo'g'dinglar. Bosh ustiga. Yo'lga chiqishdan burun Sov Dianmo'ga bir qarab yetib, bo'sh ovozda Sauringa dedi. Esingizda bo'lsin. Sochining bexatarligi har qanday ishdan muhim. Butun qo'shindagilar qirilib ketsa-mu, uning omonligini saqlanglar. Ferman berdarman. Sov beshini ningishtirib qo'ygandan keyin odamlarni boshlab xon ordisiga yurib ketdi. Sov ketgandan keyin Saurin qolgan 4000 odamga boshchilik qilib jang sepi tuzdi. Boshqa barliq sang'ullar Dianmo'ni o'tirg'a elib turdi. Bundaq ahvolda hatto uchar iyi qo'shinidagilar kelsa-mu, Dianmo'ga qilchilik zarar yetkazolmaydi. Bu jarayonda kichik ko'lamdagi Shiliang qo'shinlari paydo bo'lib, xuddi cho'nqur o'ch adovati bordek bir-birini qirg'in qilishdi. Tuyuqsiz orqa tarafdan otning tuyoq ovozi anglandi. Shabsiga qaraganda necha 10 chavandoz bordek qiladi. Ammo ot lashkarlar ko'rinishdan burun ustisiga oq kiyim kiygan bir ayol ko'chadan yugurib chiqdi. U noyta o'diqib ketgan bo'lib, aslida ko'chadan kesib o'tmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uduldagi Sov qo'shinlarini ko'rib, qo'rqqanidan futqolida medirligidek madori qoldi. Dal shu paytda orqasidagi otliq lashkarlarni etilib keldi. Bu necha 10 otliq lashkar o'xshamagan do'bulg'i sovuqlarini kiyishib olgan bo'lib, o'zaro qirg'in qilishyotdi. Bu holda bu qiz begunoh holda jinidan ayrilib qoldi. Bu ahvolni ko'rgan Dianmo yenidagi Dianwei'ning dumbisidan o'qyani elish bilan birga sadoqdan bir tal zarparlik o'qni sug'urib elib, o'qyani ko'tirib kirishni tortganicha qarg'i ommoy degidaklar ham oldida chepib kelayotgan ortiq lashkarga otdi. Zarparlik o'q udun borganicha Shiliang lashkarining ko'kligiga tegib, hisobda u qiz qutulib qolgani edi. U qiz ko'z oldida o'lgan Shiliang lashkarini ko'rib, qo'rqqanidan chiroyi tatirib ketdi. Yana qochmay tursiz-ku. deb vorqirdi Dianmo. Qizcha darhol esini yig'ib, Dianmo'ga orqa-orqadan boshlanishib rahmatini bildirgandan keyin udul Sov lashkarlari tarafga yugurib keldi. Taqsir, hech qanday mahorat bilmayman deb atatdilar-ku. dedi Sov hayron qolgan holda Dianmo'ga qarab. Boyiqi bir o'qning vazni garchi uncha kuchli bo'lmasa-mu, lekin dallik jihatda o'zi otgandan tenishmaydi. Hatto Saurin, Shaohuyan qatorliq natchaylarning chiroyini hayronlik qopladi. Ey, buni qandaqmi mahorat degili bo'lsin? Men faqat o'qya etishni azroqla bilaman. Bu rost gap bo'lib, hatto o'qyani mushunchilik etishni Dianwei uni majburlab o'rgatgan edi. Dianmo'ning teni kichkidan ojiz bo'lib, jonbozlikni o'rganishga mos kelmaydi. Biroq Dianmo Dianwei'ning bir qo'lida yolmon ishlatish mahoratiga bakla havas qilg'achqa, Dianwei'dan o'ziga o'gitib qo'yishni talab qilib turib olgan bo'lsa-mu, bir mezgil o'rgangandan keyin yolmon ishlatishda beg'ish va bilak kuchiga bo'lgan talabning yo'qirligini, o'zining bu ojiz qo'llari bilan ishlatilmaydiganligiga ko'z yetib voz kechgachga, oxirida amonsiz qolgan Dianwei uni o'qiya etishni o'rganishga majburlagan edi. Nemini degan bilan Dian jamiyati avlod ovchilik qilg'achqa, bunchalik o'niri bo'lsa, har holda och qolmaydi. Neri tur, ya'ni yaqinlashsam o'lasan. Sapning eng oldida turgan otliq lashkar uzun nayzasini devaylab
yugurib kelayotgan qizga to'g'ri edi. U qo'rqqanidan darhol orqaga chekindi. Ko'chada faqat mushu bir yo'lli bo'lg'achqa, orqada urushib kallaklashib ketgan Shilangning otliq lashkarlari bo'lsa, oldida sap tuzib turgan sov lashkarlari bo'lg'achqa, uningga qashqudek yer qolmagan edi. Nima degan bilan begunoh fuqaro bo'lg'achqa, yanmo yanada uning jinini saqlab kelishni o'ylab, Savanga chiqib u qizni ilib kirishni aytmoqchi bo'lib turganda, uning hayronlikdan donq etib turib qolganligini bayqadi. U oq kiyimlik bu qizga qarab, og'zini ochgan bo'lsa-mu, ammo suvani chiqmay yotadi. Nima? Chang'anda har qancha bo'lsa-mu, Savangning tonishi yo'qdi. U qiz qarmoqqa 16-17 yoshlarda bo'lib, Dianmodan kichik edi. Savang bilan qandoq munosabati bordi? Dianmo texi eg'iz ochmay turibla u varqirdi. Uni kirgili qo'yinglar.